Yangi milliy sertifikat kitob yechimlarini berishda davom etamiz. 60-misolga kelganmiz. 60-misolda quyidagi arifmetikani hisoblanyapti. Demak, mana avval mana buni o'zini soddalashtirib olishim kerak. Ya'ni ilzosida 5 minus 2 ilzosida 6 nimaliga tengligini topishim kerak. Demak, bu yerdan bilaman ilzosida 6 kelyapti. Ya'ni buni biron bir a minus b deydigan bo'lib, ikkalovini kvadratga ko'tarib yuboradigan bo'lsam, 5 minus 2 ilzosida 6 barobar a kvadrat minus b plus b kvadrat minus 2ab ko'rinishda. Demak, a kvadrat plus b kvadratim manda 5 ga 2ab esa 2 ilzosida 6 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda men a ni topib olsam ilzosida 3, b ni topib olsam ilzosida 2 ekan. Demak, mana bu ifodani men bir taqsim ilzdan chiqaradigan bo'lsam ilzosida 3 minus ilzosida 2 bo'lib chiqar ekan. Minus 2 taqsim. Xuddi shunday mana bu ifodani olib chiqadigan bo'lsam bu 2 plus ilzosida 2 bo'lar ekan. Chunki mana bu narsani 2 ilzosida 3 qiladigan bo'lsak, 2 ilzosida 3 plus 1 chiqar ekan bunda. Barobar. Endi buni irratsionaldan qutqaraman. Buni ilzosida 3 plus ilzosida 2 ga ko'paytiraman. Buni ilzosida 3 minus 1 ga ko'paytiraman. Shunda menda ilzosida 3 plus ilzosida 2 minus 2 ko'paygan ilzosida 3 minus 1. Buni makrajida 3 minus 2 3 plus 2 1 bo'ladi. Buni makrajida esa 2 bo'ladi. Demak, ikkilarni qisqartirib olsam ilzosida 3 plus ilzosida 2 minus ilzosida 3 plus 1 chiqar ekan. Mana ilzosida 3 shakllarni qisqartirib olsam ilzosida 2 plus 1 mana jami javobim chiqar ekan. B javobda turibdi. 61-misolda 15 taqsim 4 ilzosida 3 plus 3 ilzosida 2 va hokazo shuni soddalashtiryapti. Men hammasini makrajini alohida irratsionaldan qutqaraman. Birinchi men bundan boshlasam. 15 ko'paygan 4 ilzosida 3 minus 3 ilzosida 2 taqsim makrajni ikkalasini ko'paytmaslik bo'ladi. 4 ilzosida 3 plus 3 ilzosida 2 ko'paytirilgan 4 ilzosida 3 minus 3 ilzosida 2 plus endi bu yog'i 12 taqsim 2 ilzosida 3 minus 3 ilzosida 2 ni plusliga ko'paytirib yuboraman. 2 ilzosida 3 plus 3 ilzosida 2 makrajdan shuni plusligi bo'ladi. 2 ilzosida 3 plus 3 ilzosida 2. Xuddi shunday buni ham ko'paytirsam 3 ko'paygan 10 ilzosida 2 minus 14 makrajda 10 ilzosida 2 plus 14 bo'lar ekan. Ko'paytirilgan 10 ilzosida 2 minus 14 plus 6 ilzosida 3 taqsim 3 bo'lar ekan. Endi bu yog'ini o'zini yozaman. 15 ko'paygan 4 ilzosida 3 minus 3 ilzosida 2 bo'ladi bu yog'i. Taqsim makraj qaranglar. 4 ni kvadrati 16, 3 ga ko'paytirsam 48. 3 kvadrat 9, 2 ga ko'paytirsam 18. Ayirsam 30 chiqar ekan. Plus bu yog'ini soddalashtirsam 12 ko'paytirilgan 2 ilzosida 3 plus 3 ilzosida 2 taqsim. Buni makrajini ko'paytirsam 2 ni kvadrati 12 bo'ladi. Bu yoq ma'mur kvadrati 12, buni kvadrati 18. Demak 12 dan 18 ayirsam minus 6. Demak ma'murni minus qilaman, bu yerga 6 yozaman. Plus 3 ko'paytirilgan 10 ilzosida 2 minus 14 ni o'zi turadi. Makrajini esa buni irratsionaldan qutqarsam bu yoq 200, bu yoq 14. 200 dan 14 ni ayirsam menda qolar ekan 4. Plus bu bilan buni qisqartirsam 2 ilzosida 3 ekan. Shuni soddalashtirishim kerak ekan. Endi qaranglar, men 15 bilan 30 qisqartirsam bu yerda 2 qoladi, 12 bilan 6 ni qisqartirsam bu yoqda 2 qoladi. 3 demak bu yoq qisqarmaydi. Endi bularga umumiy makraj beradigan bo'lsam 10 ilzosida 2 bo'lsa bular ketar ekan. Bular ketib javobim 5 taqsim 2 chiqar ekan o'quvchilar. B javobda turibdi. Keyingisi 62-misol a barobar ilzosida 18 plus 8 ilzosida 2 bo'lsa a kub minus 3 ilzosida 2 a kvadrat plus 4 aniq hisoblanyapti. Demak, men yana mana bundan avval ilz chiqarib olaman. Yana o'sha formula ilzosida 18 plus 8 ilzosida 2 ni biron bir a plus b ga tenglashtirib kvadratga ko'tarib yuboraman. 18 plus 8 ilzosida 2 barobar a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat bo'ladi. Bundan kelib chiqadi a kvadrat plus b kvadrat manda 18 ga teng. 2ab esa 2 ko'paygan a ko'paygan b esa 8 ilzosida 2 ga teng. Ya'ni men bu 2 bilan buni qisqartiraman, bu yerda 2 ni o'chiraman, bu yerda 8 o'chiraman. 18 bo'ladi. A ko'paygan b baribir 4 ilzosida 2 yozaman. 2 bilan 8 qisqartirib. Endi men shunaqangi son topishim kerakki, ularni kvadratini qo'shsam 18 chiqish kerak, ko'paytirsam 4 ilzosida 2 chiqish kerak. Bu yerdan ko'rinib turibdi a teng 4, b teng ilzosida 2. Chunki ilzosida 2 ning kvadrati 2, 4 ning kvadrati 16 qo'shsam 18 chiqadi. Ko'paytirsam 4 ilzosida 2 ni berib turibdi.
Demak, mana bundan manda a teng ilzosida 18 plus 8 ilzosida 2 dan 4 plus ilzosida 2 chiqar ekan. Endi 4 plus ilzosida 2 lar mana buni o'rniga qo'ysam, 4 plus ilzosida 2 ning kubi minus 3 ilzosida 2 ko'paygan 4 plus ilzosida 2 ning kvadrati plus 4 ko'paygan 4 plus ilzosida 2 chiqar ekan. Hammasidan 4 plus ilzosida 2 lar olib chiqib soddalashtirsam, javobim menda 56 chiqar ekan. C javobda turibdi. Keyingisi 3 ilzosida 2 minus 4 ning 7-si teng a ilzosida 2 minus b bo'lsa, k kvadrat minus b kvadrat so'rayapti. Qaranglar, men buni xuddi shuni o'zini yozaman. 3 ilzosida 2 faqat plus 4 ning 7-si deyman. Bu endi plus bo'lgandan keyin mana bu ham plus bo'lib qoladi. A ilzosida 2 plus b bo'lib qoladi. Boshqa hech nima o'zgartirmadim. Demak, bu ham plus qildim, bu ham plus bo'lishi aniq. Plus 4 bo'lgandan keyin qolgan hamma xatti bir xil bo'ladi. Endi ikkalasini ko'paytirib yuboraman. Demak, 3 ilzosida 2 minus 4 ning 7-si ko'paygan 3 ilzosida 2 plus 4 ning 7-si barobar a ilzosida 2 minus b a ilzosida 2 plus b bo'lib qolar ekan. Buni ochib chiqadigan bo'lsa, qaranglar. 3 ilzosida 2 ni 4 ga ayirishim kerak kvadratlarini. Bu yog'ini buni kvadrati 18 bo'ladi, 4 ning kvadrati 16 bo'ladi. Demak, 18 ayrilgan 16 ning 7-si bo'lib qoladi. A ilzosida 2 ni a ilzosida ko'paytirsam 2a kvadrat minus b ni plus b ga ko'paytirsam minus b kvadrat. Demak, menda chiqargan 2a kvadrat minus b kvadrat 2 darajasida 7. Javobim D javobda turibdi. Keyingisi a plus b taqsim a minus b barobar ilzosida 5 bo'lsa, a taqsim b plus b taqsim a minus 1 ning qiymatini top deb shart beryapti. Demak, birinchi ilzosida 5 bu yoqqa ko'paytirib yuboring. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsa nima bo'ladi? E'tibor beramiz. A plus b barobar ilzosida 5a minus ilzosida 5b bo'lar ekan. Ana endi buni bu yoqqa olib o'tadigan bo'lsam, a ko'paygan ilzosida 5 minus 1 barobar b ko'paygan ilzosida 5 plus 1 chiqib qolar ekan menda. Bu yerdan a taqsim b ni topsam, ilzosida 5 plus 1 taqsim ilzosida 5 minus 1 ekan. Keltirib qo'yamiz endi. Mendan so'rayapti ilzosida 5 plus 1 taqsim ilzosida 5 minus 1 plus b taqsim mana shuni teskarisi bo'lib qoladi. Ilzosida 5 minus 1 taqsim ilzosida 5 plus 1 ekan. Minus 1 bo'lib qolar ekan. Mahraj berib oladigan bo'lsam, bunga ilzosida 5 plus 1 ni beraman, bunga ilzosida 5 minus 1 ni beraman. Shunda menda nima bo'lib qoladi? Qaranglar, 5 bo'ladi. Buni kvadratini birdan ochib chiqaman. 5 plus 2 ilzosida 5 plus 1 bo'ladi. Plus buni ochib chiqsam 5 minus 2 ilzosida 5 plus 1 bo'lar ekan. Taqsim. Mahrajni ikkalasini ko'paytmasi 4 minus 1. 2 ilzosida 5 lar qisqaradi. 5 ga 5 10 12. Demak, 12 taqsim 4 ayrilgan 1. 12 taqsim 4 manda 3 beradi. 3 dan 1 ayirsam 2 chiqar ekan. Javobim C javobda turibdi. Keyingisi a musbat son uchun ilzosida 11 minus ilzosida 7 teng a kvadrat bo'lsa, mana buni soddalashtiring deyapti. Demak, menda ilzosida 11 plus 2 minus ilzosida 11 minus 2 ni soddalashtirishim kerak ekan. Shuni biron bir x deydigan bo'lsam, ikkalani kvadratni ko'tarib yuboraman. Kvadratni ko'tarib yuboradigan bo'lsam, ilzosida 11 plus 2 bo'ladi, plus buni kvadrati ilzosida 11 minus 2 bo'ladi, minus 2 ko'paytirilgan ilzosida mana bular ko'paytmasi, ya'ni ilzosida 11 plus 2 ilzosida 11 minus 2 bo'lar ekan. Ana endi shu x kvadratga teng. Bu yoqda 2 lar qisqartirsam 2 ilzosida 11 minus 2 ko'paytirilgan. Mana buni ochib chiqsam, qaranglar, a plus b a minus b. Bu a kvadrat minus b kvadrat. Demak, 11 minus 4 bo'lib qolar. 11 dan 4 ayrsam 7. Demak, bu yoq 2 ilzosida 7 bo'lib qolar ekan, shu x kvadratga teng. 2 ni olib chiqadigan bo'lsam, 2 ko'paygan ilzosida 11 minus ilzosida 7 barobar x kvadrat. Ilzosida 11 minus ilzosida 7 ni o'rniga a kvadrat qo'yaman. 2a kvadrat barobar x kvadrat. Ilzov olsam x barobar ilzosida 2 a chiqar ekan o'quvchilar. Javobim B javobda turibdi. Yaxshi. Bundan keyingi misollarni ham yana yechimlarni berib boraveramiz o'quvchilar. Kanalga obuna bo'ling, videolarga like bosing va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Bizning kanal eng foydali kanal.